7. Bab. Bu dünyadaki insan hayatı muşakkatlik emasmı? Onun günleri Medikar'nın günleriga o'xshamasmı? U soyiga tashna bo'lgan qulga, haqqini kutib turgan Medikarga o'xshaydi. Shuningga o'xshash, mening peshonamgimi ma'nisiz kunlar, ichinishliq kechilar putilgandir. Yotgan vaqtimda qachon tong otar deb o'ylayman. Biroq kecha uzundur. Uyqusuz yig'nab tongni kutaman. Tenlerimni jarohat besib qurtlab ketdi. Terilerim shalvarab yirnglab ketdi. Kunlarim Babkarning mo'ksidunmu tez o'tmoqda, ham ümidsizlik ichida oxirlashmoqda. Ey Xudo, hayotimning faqat bir tiniq ekanligini unutmag'in. Ko'zlarim endi baxtni qayta ko'rolmaydi. Sen hozir meni ko'ralaysan, lekin keyin ko'rolmaysan. Sen bana nazringni og'dirganda, men allaqachon bu dunyodan yo'qolgan bo'laman. Odam go'rga kirsa, xuddi tarab ketgan bulutdek qaytib kelmaydi. U o'zining uyiga qaytib kelmaydi. Yurtidagi kishilarmu uni esga olmaydi. Şuna men ünsiz turolmayman. Yürəkimdeki hasretlerimni aytaman. Qalbimdeki azoblarimni to'kiman. Ey Xudo, meni nechun ko'zitib tursan? Acaba men dengizdagi qo'rqinchliq maxluqmidim? Tushkum bana rahat bag'ishlaydi. Korbitim derdimga derman boludu deb o'ylasam, tushlerimda qo'rqitsan. G'oyibona alomatlaring bilan vahimiga solsan. Bundaq holatda yashagandin bo'g'ilib o'laverishni ortiq ko'raman. Jinimdin joq to'ydim. Davomliq yashashga ra'yim yo'q. Kunlarim nefestek qisqa bo'lsa, meni o'z ixtiyorimga qo'y. İnsan degan qanchalik narsa edi. Sen uni shuncha muhim bilgudek, uningga shuncha diqqat qilgudek, har saharda uni kuzatgudek, har doim sinigudek. Qachon menga nazar solmay, tükürkümni yutqudek fursat berisan. İnsanlarni ko'zatguchi ey Xudo. Gunoh qilgan bo'lsam, bu sana ziyon soldimi? Nechun meni o'qinga nishon qilding? Acaba men sana yük bo'lib qoldimmi? Nechun qilmishlarimni kechirim qilib, gunohlarimni soqit qilmaysan? Tenim tuproqqa baxshandi bo'lganda, meni izdisanmi, topolmaysan.